Hozir mana oldimizda turib ustozimiz rahmatulloh qori akam o'zlarining hayotlarida bo'lib o'tgan. Bu zot bilasizlar tirik Qur'on. Qur'oni Karimni yoshliklaridan, balog'atga yetmaslaridan avval 30 parani yod olib, o'shandan beri xatibga o'tib yurganlar. Qur'oni Karimni hurmatidan Alloh taolo rahmatulloh qori akamni bir falokatdan saqlaganliklarini o'zlari aytib berganlar. Men shuni hikoya qilib bermoqchiman. Bugun o'rni kelganda, haligi Alloh o'ziga ma'qul kelgan bandalarni karomat bilan siylab qo'yar ekan. Ya'ni oddiy bandalarning qo'lidan kelmaydigan ba'zi bir ishlari bilan shu bandasini qo'llab qo'yar ekanki, ko'rgin, agar Allohning yo'lida yursang, Alloh seni ham qo'llaydi. Umuman hayolingga kelmagan joydan seni qo'llab qo'yadi degan ma'noda Alloh ko'rsatib qo'yar ekan, zohir qilib qo'yar ekan goh-gohida. O'zlari aytib berganlar. Bir kun deydilar, bolalarim yosh edi deydilar. Mashinaga chiqardim. Namangandan kelyotib, bir katta kanalni bo'yiga keldimda, yozi issiq kuni edi. Bir cho'milgim keldi. Bolalarimga aytdim, o'g'il qizlarimga, sizlar mashinadan tushmasdan hozir o'tirasizlar. Meni kanalga qanday kalla tashab, qanday suzib cho'milishim bir tomosha qilasizlar dedimda, mashinadan tushdim deydilar. Tushib, yugurib kelib kanalchi qirg'og'idan kanalga sakradim, kalla tashladim. Shu kalla tashlaganimni bilaman, ichkarida nimagadir o'ralashib qoldim. Harakat qilyapman, suvdan chiqa olmayapman deydilar. Bolalarim mashinaning ichida menga hayqirishib, dadam suvga kalla tashladilar deb xursand bo'lib turgani ko'z oldimdan ketyapti. Lahzalar ichida butun dunyo ko'z oldimdan o'tdi. Bu yerdan najot topolmasligimni bildim. G'arq bo'lib o'lishim shundoq ko'z oldimda ko'rindi va Allohga yalindim suvning ichida. Lahzalar ichida ketyapti bu narsa. Allohga yalim, ya Robbim, 30 pora Qur'onni menga yodlashga muvaffaq qilding. Nihoyatki endi yodlattirgan Qur'oni Karimga xizmat qila olmasam o'lib ketaman. Nihoyatki 30 pora Qur'onni birovga dars bera olmasam o'lib ketaman. Mashinaning ichida o'tirgan bolalarim nima deydi? U bolalarim mashinaning ichida qanday qolib ketadi, qanday ahvolda qoladi? Ya Robbim, 30 pora Qur'onning hurmati meni qutqar deb yarin yorvardim suvning ichida deydilar. Shu paytda o'zlari aytib berdilar. Bo'ynimda orqasidan bitta narsa shunday ushadi. Ushab turib shunday uloqtirdi. O'zim bilmayman, kanalning ichidan shunday baland uchib chiqib ketdim. Borib tikonzor yantoqning ichiga tushdim deydilar. Badanimni hamma yo'g'iga tikonlar kirib ketdi. Bolalarim bilmaydi mashinaning ichida ana dadamning suvdan chiqishlari, ana dadamning kalla otishlari, ana dadamning qara sakrashlarini xursand bo'lib o'tiribdi. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman deydilar. Indamasdan mashinaning oldiga keldim-da, kiyimlarimni kiyib bolalarimga indamasdan mashina haydab ketdim deydilar.